to'liq ro'yxatdan o'tish. Hisob to'ldirish, pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun yaxshilab tushuntirib o'taman. Bir ekspertga kirib olganimizdan keyin bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan joy chiqadi. Kiramiz bunga. Bu yerda 4 xil usuli bor ro'yxatdan o'tish. Bir bosishda telefon orqali, email orqali va ijtimoiy tarmoqlar. Eng yaxshi usuli bir bosishda va telefon orqali. Bir bosishdan tanlayman. Sizlar telefon orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin yoki bir bosishda. Birinchisi mamlakat, qaysi davlatda bo'lsangiz o'sha yerga kiritasiz. Keyin bu yerda valyuta, xohlagan valyutangiz o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerda qidiruv bo'limidan masalan rubl deb yozsang, Rossiya rubli kelib chiqadi. Masalan dollar. Mana dollar. Biz so'mda o'ynaymiz. Keyin bonus olish uchun sport uchun bonus olsak bo'ladi, kazino gamis o'yinlar uchun olsak bo'ladi. Ikkalasini tanlaymiz. Keyin bu joyga promo kod kiritsak, sizga 100% bonus beradi. Katta harflar bilan VIP 555. Bu yerda kompaniya qoidalari bor pastda va maxfiy siyosat, shular xohlasangiz o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda keyin 18 yoshdan kichik bo'lmasligingiz kerak shuni. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz pastda. Xo'sh, robot emasligingizni aniqlash uchun kapchadan o'tish kerak. To'rtburchak ustiga bir bossak, kapcha chiqadi. Uni belgilab, keyingisini bossak, yana boshqa zinapoya. Agar sizda kapchadan o'ta olmasangiz, mana bu yerdan o'tkazib ketaverishingiz mumkin. Ikkinchi kapcha chiqadi, o'sha yaxshiroq o'tadi. Hozir men bundan ham o'tishim mumkin, o'tdi. Menga logo bilan parol beryapti. Bu eng kerakli narsa. Buni screenshot qilib qo'yamiz galeriyaga. Keyingisi tugmasini bosamiz pastdagi. Va sirasi akkauntimizga olib o'tdi. Endi pastda menu degan joy turibdi, o'shanga bosamiz. Keyin bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Xo'sh, bu yerda telefon raqami ulab qo'ysangiz, yaxshi bo'ladi. Email ulash shart emas. Xohlasangiz email ham ulab qo'yishingiz mumkin. Bu yerdan qalamchani to'ldirib chiqamiz. Bu qalamcha degani shaxsiy ma'lumotlar, familiya, ismingizni, pasportdagi o'z ma'lumotlaringizni kiritasiz to'g'rilab. O'shanda pul chiqarishda muammoga duch kelmaysiz. Agar xato yozsangiz, pul chiqarishda muammo bo'lib qolishi mumkin. Hozir men kerakli joylarni tushuntirib o'taman. Yashash joylari juda ham oson. Bu yerda hujjat turi eng qiyin mana shunisi. Eng qiyin joyi hujjat turi. Bu yerdan haydovchilik guvohnomasini kiritishingiz mumkin, milliy identifikatsiya kartasini kiritishingiz mumkin. Xalqaro pasport, chet el pasporti. Bizlarda xalqaro pasport, agar sizda yashil pasport bo'lsa, o'shani kiritasiz. Agar sizda yangi karta olgan bo'lsangiz, mana shuni kiritishingiz mumkin. Ikkalasini tanlab. Demak, bu yerga pasport seriya yoziladi birinchi bo'limiga, masalan AB. Shundan keyin masalan 7 ta raqam bo'ladi-ku o'zi. Mana 7 ta raqam yozdik. Keyin bu yerga hujjat raqami, JSHR deyiladi, kimda kim bilmasa. 14 ta raqam yoziladi. 14 ta raqam yozganimizdan keyin, agar sizda yashil pasport bo'lsa, burchak qismidan 2 ta son tashab 14 ta raqamni ko'chirib olasiz. Agar yangi pasport bo'layotgan bo'lsa, bu pasport bu tomonda o'zi 14 ta raqam yozib qo'yilgan, o'shani kiritamiz. Berilgan sanasi pasportda yozib qo'yilgan, mana bu yerdan 25 ta ustiga bossa, bu yerdan yillar o'zgartirishimiz mumkin. OK deb bossa kiritiladi. Kim tomonidan berilgan pasportda yozib qo'yilgan. Agar bo'lmasa
IIB deysizlardan oxiriga masalan. Saqlash tugmasini bosamiz. Mana bu yerda 6 ta belgi bo'lishi kerak deyapti. Bitta sonni o'chirib tashlaymiz. Mana bitta raqamni o'chiramiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Yo'q, ko'p ekan, 6 ta qilishimiz kerak. Ha, bo'ldi. 6 ta raqam yozildi, saqlash tugmasini bosamiz. Mana muvaffaqiyatli saqlandi. Agar masalan bir ikkita qolib ketadigan bo'lsa, ularni ham to'ldirib boshqatdan qolganda endi masalan mana kiritganlar saqlandi bitta. Endi bu qolganini ham kiritsangiz saqlanadi. Keyin sizda qalamcha yo'qoladi, bemalol hisob to'ldirishga o'tsak ham bo'ladi. Mana burchakda nastroykaga bossak, mana hisob to'ldirish, pul chiqarish. Brexpert APK'sini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegram kanal manzilini videoda yozib qoldiramiz.